Cimi meşkil çil inta fakat akil vay yıkıl bilem pemdur İgem yorayi abi ay ölmeydigan kim var ya Hürmetlik televizor köyküçüler, Erik televiziyasiga hoş geldinglar. Bugünkü Hayat Şahitler söhbet programımızda Germaniyanın München şehrinde yaşap turayotgan vatanperver pishqadam akalarimizdan Envercan efendimning hayotini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Esselamu Aleyküm. Benim ismim Envercan. Ben 1949 yılı 28. April günü ana yurtumuz Şarkı Türkistan'ın Xolcu şehrinde bir ziyalı ailesinin birinci oğlu olup dünyaya gelgenmen. Dadam taraf tegi Südonluk, onun tegi Atıboğlu'nu sürüştürüp gelsek Mançula devrinde Xolcuğa joylashgan ve Janubdan çıkan Uygurlardan bulup Xolcudaki Celil yüz, Meme yüz degan yüzlerinin birisi bizning çoğ dadımızın ismiga berilgan ekan. Anam tarafdan apamның dadısı 12 yaşında özünün dadısı bilen Yeni Sadın Xolcuğa çıkkan ekan. Benim balalık devrim Xolcuda Bedivazir, Döng Mahalle, burunqi bilim yurti deb atalgan Xolcudagi oliy maktabning etrafidagi mahallada o'tgan. Men 3 yaş vaqtimda Xitoy kommunistlarining yurtimizni boshlatgan birinchi qitimliq 3'ki karşı hareket degan mərkədə dadam birinci qitim qo'lga ilingan ve xizmetidan mahrum qilingan. Qo'lga ilinishdan burun Xolcudagi burunqi Darlitam degan acizlar ve yetimlar maktabiniki müdiri ekan. Dadam bir yildan ortiq turmada yotgandan keyin aqlanib turmadan chiqdi ve xizmeti qayta o'ziga topshirildi. 54 yildan ta 61 yili biz Xolcudan harakat qilgan qadar yana qayta bilim yurtida shu vaqtdagi qizlar to'liq o'rtasida xo'jalik mudiri ve mudirlik vazifalarini darixt qildi. Ben 6 yaşga kelgan vaqtimda dadam meni Xolcudagi shu vaqtda Stalin maktab deb atalgan Ruscha maktabga bermoqchi bo'lganda xalpamlardan bo'lgan anam tarafdan cho'ng dadam men bolamni, navramni Kapırda maktabiga bermayman deb dadam bilan talashgan ve bu ikisi ahirde bir murasa yol tepip beni 1957 yılı Xolcudagi Tatar maktabining 1. sınıfıga yozg'izgan. Şu vaqtda Tatar maktabida dahi til Uyg'urcha ama alifba Kirilcha O'zbekiston, Qozog'iston ve Rossiyada ishlatilgan Kiril alifbasi edi. Muallimlerimiz Tatardı. Benim sınıf terbiyatçim Zeytunettem deydigan Aqseriq kelishgan bir ayoldi. Biz 2 yıl o mektepte okugandan keyin yana Xitoyning siyosati o'zgarib, u yerdagi Kirilcha alifboni yo'q qilib, biz qaytadan kon alifba bilan, yani Arap alifbasi asoslangan o'zimizning alifbasi bilan mektepga davom etdik. Ben 4. sınıf tugatgandan keyin a'lo darajada yaxshi tugatdim. 1959 yılı
G'uljidagi İbn Sina deb atalgan tibbiy institutning tayyorlik sinfini açımız deb e'lon berildi ve bu tayyorlik sinfiga G'uljidan ve etrafdagi nahiyelerden 4. sınıf bilan 7. sınıf arasındaki mekteplerini tugatgan o'quvchilarni imtihon bilan olamiz. İmtihandan o'tganlar 1 yillik tayyorgarlik sinfini tugatgandan keyin yani keladigan yili tibbiy maktabning 1-yilligiga boshlaydi deb e'lon chiqqandan keyin dadam meni shu maktabning mudirining oldiga apadi. Dedi benim balam tek 4. yil tugatdi. Ama nayet ötkür xalisanlar bunu bir imtihan kirgizib beqinglar. İmtihanni o'talisa ve sizlar qabul qilsanglar, mushu tayyorlik sinfiga kirsin dedi. Shuning bilan ishlangan imtihan qatnashdim. İmtihanda nayet ali derece bilan utuqliq bo'lib 1. sınıfga tibbiy maktabda tayyorlik sinfiga boshladim. Birinci günü mektepnin birinci günü sınıfga kirgan vaqtida 30'dan ortiq qizlar, o'g'illar bo'libmi ko'proq yezdan kelgan qizlar va o'g'illar batdi. Shu vaqtlarda esimda to'g'ri qolgan bo'lsa 18, 19, 20 yoshlardagi o'g'il qizlar batdi. Ta bir necha kungacha gayla menga qarab bu bola herhalde birisininki inisi o'xshaydi deb qapti. Keyin anglasam ular shu yezilarda 10-12 yoshlarda hatta unudim o'shuroq yoshlarda maktabga boshlagan va 7. sinfni 6. sinf tugatib kelgan yezdan kelgan o'g'il qizlar ekan. Hatta turmushga chiqqanlarmi bor ekan. Men uni keyin o'zim menga ma'lum bo'ldi. Shunda qilib tibbiy maktabda şu vaqtlarda İlhan efendim, Memtimin efendim deydigan muallimler, Memtimin efendim ten terbiye muallimiydi. Kibir Niyaz deydigan muallimler edebiyat muallimiydi. Tibbiy maktabda bizlerge ders veretti. Biraz kendimi qaytırgan bo'lsam 5-6 yaşım vaqtda dadam xizmat qilayotganligi uchun dadamga ishga berib kelish uchun hukumat tarafidan bir velosiped berilgan ekan. O velosipedni dadam hech haydamadi, bir necha oy uyda turdi. Shu vaqtlarda G'uljida, umumiy G'ulji shahridagi velosipedlarning sonini bundaq sanab kelsa, sanab bo'g'dak darajada. Endi 10 mi, 20 mi, 50 mi bilmayman. Hech qilib aytib azdi. Men shu kichik vaqtimda dadam o velosipedni haydamagandan keyin yashirin dadam ishti vaqtda uydan uni ashib ketib, ramkasının arasını tutumunu ötküzüp, şunu ügünüp, şunu haydap cürettim. Mektepte Ma'ruf diyen bir aqinam bolduğan, kepsiz bir balıktı. Vay aniver, o yağı barımız, bu yağı barımız, oynayımız, o biraz çoğurak demendim. Dep şunu bilen, Altışar Mahallesi'ninki kayındaki Altınlık diyen yeğe berip oynap gelettik. Bir gün şu velosipedini berip, İgiz yerden, uzun yoldan iştik düşünüzde, haydap velosipedini urup aldık bir yerge. Urup bilip bunun ramkisinden sunup gitti. Şunun bilen velosipedni iki parça kılıp birini o götürüp götürüp öyle qaytırıp geldik. Öyümüzü kalı oldugan. Kalı turduğun yerine eğrilin kendi bir yer tıkıp koydum. Bir neçe ötkendiğin karşısam ettiğim adam ip çıkıptı velosipedni. Bu ne oldu? Bu kanda oldu dedi. Şu yer qarab tutum. Apam birimlerini de şu arada adam bana açıklıkça hizmet orundan başkalar gelip o işini kılımız, bu işini kılımız degan narsalar bilan ular chaqirib chiqib ketdi. Shuning bilan men qutulib qoldim jazodan. Shuning bilan herhalde dadam unutib qoldi. Undan boshqa yana men kichik vaqtimda yodimda bo'lgan bir narsa, shu 55-56 yillarda G'uljida konki telatdik. Muzdonlatdi, bir necha yer konki telatdik va o vaqtlar tömörchilar shu konkini yasatdi. Bunda tasmalar bilan putumuzga bog'lab bu konkini telatdik. Şu vaqtida dadam bana bu hozirgi zamonga o'xshash yoki oyoqqa bekitilgan konkidin tepib bergan bir dona. Men uni kiyib telgandan keyin shu hammadan qarab ketdi. Har holda G'uljida unda o'zining konkisi bo'lgan bolalarning soni
Şu vaqtlarda azmittikin deb o'ylayman. Chunki uni kiyib men terlasam har kim menga yomon qarab ketadi. Shuning bilan 57, 58, 59 yillarda Xitoy hukumatining zulmi, besimini his qilishga boshladik. Norma degan narsa boshlandi. 30 kiloluk go'sht verimiz, un verimiz ayda deydigan. 10 kilo may verimiz deydigan. Ama to'liq ijro qilinmadi o vaqtda bir narsa, ama atrofdagilardan bularni ko'ratdik. Dadam tarafdan degandek chorvachi edi cho'ng dadam. Bunun benamlik yerlari batdi, chorvasi batdi. Şu kichik vaqtimda benamlik yerdan munchtaga bug'doy kepti, munchtaga un kepti degan gapdan anglatdim. Şu un bug'doylarni bizga beradi. Demak, boshqalar kommuni bo'lib 30 jim yoki 30 kilo mu, 30 jim mu bir kishiga. Shundaq un bug'doylar kelib yashagan yillarda bizlar ham uni elib, hem o'zimizning benamdan kelgan, cho'ng'izdan kelgan unlar bilan bir qiyinchilik ancha uchirmasdan o'tgandi u kunlar. Yana bir vaqtida cho'ng dadamninki Qaysh degan yaylovda meli bo'lgan qozoqlar boqatdi bu malni. Yazdan kuni apam bilan biz baldırı, yani bir kichik apamning, cho'ng apamning, tog'amning baldırı bo'lib 4 oila, 5 oila yaylovga chiqib 5-6 hafta shu nimada Qaysh yaylovda nima qilib dam ilib istirohat qilib kelatdik. Bu yerdami esimda qolgan bir nima yilqi debdik. Herhalde bir necha at toylar batdi. Bunu yilqi bağladık deb qimiz yasatdi qozoqlar. Qozoq qo'ychilar. Bu bir tog'amning, yani bir cho'ng apamning o'g'li batdi. Birisi Abdurrahman, birisi Abdumijid deydigan. Bular mendan 5-6 yosh cho'ng. Bular meni aşağıda eşeklen batdi, taxiba eşekler. Şu eşeklerini mindirip, özür mindirip, taxiga meni mindirip koyup, taxiyini çaptırıp, beni yıktı etti. Külüşüp, oynayışaptı. Şuna olan dikin ben yıkılap kilettim, gayet bir jirimde alıp kilettim çoğundan yanıga. Bu ikisini şeytanlar siler, bu bana rahat koyup vermeysiler, her daim müstacılık siler de, şu ikisini keşke çoğundan koğlap jügen vaxtları esimdi var. Şunun bilan yıllar 59-60 yıllar oldu. Dadam degandek bilim yurtida xo'jalik modeli şu vaqtlarda. Ügünüşke chiqib ketdi dadamni. Bir necha oy kelmaydi, Urumchiga ketdi ügünüşke. Şu u yerdan bu yerdan ular qan gapdan anglayman. Şu Komünist Partiyasi a'zo bo'lib kirsingiz deydi ekan. İchilib sayrash degan ma'rakalarda türlük insanlarını dadam karşı gap qilgizdi ekan. Shunun bilan eng oxirida 59 yillarda bir Xitoy muavin mudir dadamning yeniga keltirildi ve asta şu dadam qilayotgan xizmatlarni uning topshirishi va yoki shunun bilan maslahatlashib uning ko'rsatmasi bo'yicha harakat qilish shoit tug'ilayotganligini his qildim. Çünkü dadam uning ag'inlarga, bularga aytib berganlik benim kurumu çıkını şu. Şundaq buluvatkan devirlerde keyin eğer Komünist Partisi a'zo bo'lib kirmişsiniz, siz vatanning nima bu ishdan sizni olamiz, yeziq evatimiz, yezida mehnat bilan qayta tarbiyalansiz degan gaplarni dadamga qilinganligini men angladim. Mushu yillarda Xitoy hukumati Afg'oniston hukumati bilan diplomatik aloqa bog'laydi ekan. Ve Afganistan hükümeti, yoki Xitoy hükümeti şu bizim yurtumuzda burundan Afganistan'dan kelgan bir necha insanlarning bağlığı veya ki Afganistan'da bizim yurtumuzdan berib so'rset qilib şu Afganistan'nınki qog'ozini, pasportini yoki shar'iy turish ruxsatini olgan bir insanlar varken şu insanlar xohlasa Afganistan'da chiqib kelsa bo'ladi degan xabar benim çoğun dadam keledi. Çünkü çoğun dadam degenimde 12 yaşında özünün dadısı bilen 20 saatin yolculuğa çıkan ve şu çoğun dadısı benim çoğun dadamın dadısı karvan başlap bunun Pakistan, Afganistan taraflarına berip sosyete qilib. Bu sebepten bu adamninki dadısı bo'lgan benim çoğun dadam Qasim Xalpam, benim çoğun dadam
xohlasa Afg'onistonga ketalaydi degan xat cho'ng dadamga yetib keldi. 59 yoki 60 yil bo'lsa kerak. Shuning bir kuni bizlar hammamiz uyga borsak cho'ng dadamning hammamizga opamga, dadamga, boshqalarga xabar bildirdi. Shuning bilan cho'ng dadam deydi, mening balam bor deb, mening tog'amni, boshqalarni deydi. Bir ay ikki oy o'tgandan keyin hukumatning xat keldi. Ular xolis bilan ketalaydi deb. Ki ondan keyin dadam o'zining ahvoliniki nachar bo'layotganligi, agar yo Kommunist partiyaga a'zo bo'lish kerakligi yoki bir yo'l tepib shu vaqtlarda Sovetga chiqib ketgan yo'lni batdi. Yo Sovetga chiqib ketish kerakligini yoki bir yoqqa chiqib ketish kerakligini his qilayotgan bir davrlarda dadam cho'ndan deydi. Menim so'rab turdim, men bu bola chaqamni chiqib ketsam bo'lamdiki degandan keyin ma'qul deb u anketlar to'shqizilib, yo arzlar yozilib, nimqani keyin yani 3-4 oydan keyin umi bo'ladi deb javob keldi. Shuning bilan G'ulji shahrida Afg'onistonga borgan 2 kishi batdi. Ular o'zi shu Afg'onistondan kelgan ekan. Bularning birisining ismi Abdurahmon Kam, birisining ismi Gulikam. Yani 3-4 kishi batdi. Bularning dadilari shu Afg'onistonga berib savdogarchilik qilib ekan. Shunda bo'lib 6 mı ya 7 oqsoqol shu davrda 60-yilda shu 7 oqsoqoldan bo'lib 300 kishilik bir guruh paydo bo'ldi. Bularning ballari, ularning navirlari, kelinlari, kuyovlari bo'lib ish qilib, bu yoqdan tuqqanlashdi axiyatda bizimki deylik deb arz berishib 300 kishilik bir guruh bo'ldi. Ondan oxirida Xitoy hukumati bu 300 kishilik guruhning Afg'onistonga ketishiga ruxsat berdi. Va biz 1961-yili 6-oyning 29-kuni hammamiz birlikda avtobus bilan G'uljidan Afg'onistonga qarab yo'l chiqamiz. Shu vaqtda mening oilam, dadam, opam, eng cho'ng bolasi men 12 yoshda, eng kichik inim 6 oylik, 6 bola bilan 8 oila. Demak ki cho'ng dadamniki bir qizining, 2 qizining, o'g'lining, yana bir qizining 4 bolasining ballari, nabirlari va o'zlari bo'lib o'zimiz 40-50 kishi bo'lib ketibmiz. Mashina bilan yo'lga chiqamiz, yuklarimiz yuk mashinaga atildi, qiyirlar, ballar avtobusga o'tirdi. Shu G'uljidan mashina bilan Sayran bo'yini bo'ylab Sheyxo shu vaqtdagi Urumchidan Taklamakanni bo'ylab Qashqar, Toshqo'rg'on shu orqali Afg'oniston taraf qarab yo'llanamiz. Anlaji aka, bu aşı devrinin o'zida G'uljidan yani bo'libmi zamonatimizdan. O'sha nimaga Qozog'iston va Qirg'iziston taraflarga ko'chganlar bek ko'pkan Qozog'istonda. Sizlar nima deb bu Afg'oniston tanlanib qoldi? Sabab nima yani? Ko'p qismligi Qozog'istonga ko'chish qilgan ekan. Ruslanning talab qilishi yoki jip o'yinlar ekanmaydi. Mening bilishimcha, buni men uzoq ketmasin deb boya qistirib o'tmadim. Biz mu 58-59 yıllarda Sovetga chiqib ketishga tayyorlandik. Shu dadam bu bo'lgan besimlarning sababli. Ve bunun to'g'ri bo'lishi mumkin, xato bo'lishi mumkin. 40-yillardan boshlab ta 47-48 yillargacha G'uljidagi Sovet konsulxonasi va Urumchidagi Sovet konsulxonasi 100 minglagan Uyg'urlarga Sovetning pasportini bergan ekan. Keyin G'uljidagi milliy inqilob tugab bizning milliy cumhuriyetimiz mag'lubiyatga uchrab Xitoy besib kirgandan keyin bu Xitoy armiyasi kirib bu ishga qarshi harakat dedik. Turli mərkələr, bu ziyarlarını tozalash, ziyarlarını yo'q qilish, aksil inqilobchilarni yo'q qilish, millatchilarni yo'q qilish degan o'xshash turli mərkələr bo'lib ketib, shu vaqtdagi G'uljidagi bo'libmi, ziyarlarning ko'pi ya o'zining qo'lida pasport bor ekan Sovetniki, yoki tuqqanlarining pasportlaridan pasport chiqarish imkoniyati bor edi. Bir uyda bir aka yoki dadaning qo'lida bir pasport bo'lsa, bu pasportga va uning aksi, inisi, tuqqani deb uni yani pasport chiqish ko'p edi. Bu mumkin edi. Shu daq pasport bilan dadamning 5 bir tuqqani. Bir adisi
İki sınırlısı, iki inisi şu 58 ile 60. yıllar arasında Bişkek'e çıkıp gitti. Nöbet dadam gelge vaxtida bu dadamның yeşi avu başpurt çıkargan, yani köpeytken asası merkez asası bolgan anı başpurtdaki yaştın çoğ olgaçka sen bunun nimesi bulanmaysa benim tutkunu. O adamның yeşilerinden küçükken dep dadam imkan bombadi. Bombagandan keyin endi bu Xitoyning türümüzge kirib ketgandan balalarımның, ailemning bu yerdagi hayotini mundaq perişan qilgandan nega bo'lsa mishan chiqib ketay deb keyin oxirida shu cho'ng dadamning iltimos qilib mening ismimni yozib baqqan qanday bo'ldiki deganda ular qabul qilib qoldi. Shuning bilan biz Afg'onistonga chiqishga majbur bo'ldik va dadam rahmatlik oradan 25 yıl o'tgandan keyin 1984-85 yillarida Turkiyadan Bishkekka berib qarindoshlarni ko'rdi, hadisini ko'rdi, bir necha qitim bordi hatto keyincha. Demak 25 yil shu sababdan bir-biri bilan ado-judo bo'lib ketgan va bir-biridan hech qanday xabar ololmagandi. Deganimdek biz Urumchiga qarab yo'l chiqdik. Urumchidan janubga qarab mangdik. Qashqarga keldik, bir necha kun Qashqarda turdik. Undan keyin Qashqardan Toshqo'rg'on degan yergacha Afg'oniston, Pokiston chegarasiga yaqin bo'lgan yergacha mashinalar keldik. Undan keyin Toshqo'rg'ondan keyin shu davrda chegara tarafga mashina yo'l bo'lmaganligi uchun bizga vujud vaqtimizda uy joylarimizni achimizni satdik, mol mulkimizni satdik, qo'limizda pul bor, shu pullarga Xitoy hukumati bizga eshak satgan, at satgan. Biz dadam bir at, ikki eshak oldik. O bir at, ikki eshakni bizga Toshqo'rg'on kelgan vaqtda o'zimizga qo'limizga topshirib berdi. Undan keyin at to'ylarga yuklarimizni shu eshaklarga yuklab, bolalar atga eshakka minib, yuklarni to'ylarga yuklab, Toshqo'rg'ondan Juqurga qarab shu Afg'oniston chegarasi hozirgi Afg'oniston tarafini aytgan vaqtida Vaxan koridori degan yer, Pamirning teg'ini cho'qqisi, shu yerga qarab yo'lga chiqdik. Bir necha kun yo'lda Atullah bilan mangandan keyin 8. aylarning oxirlarida bo'lsa kerak chegaraga yetib keldik kechida. Nayib egiz bir yer ekan, herhalde taxminan 3400 metr egizlik bo'lsa kerak. Men cho'nglarni anglayman. Shu vaqtda bu yerda havo az, qiyirlar havo nafas ilishga qiynalishi mumkin. Biz darrov bu yerdan tuvan tushib ketishimiz kerak deb shunday qilganligimizni bilaman. Kecha namozsham vaqtida chegarada bir tog'ning cho'qqisida kichkina bir suv ko'lga o'xshab bir yer bor ekan, shu yerga kelgan Xitoy va Uyg'ur kadrlar biz onun cho'nglarimizni qo'lini qo'yg'izib, mana abdislarni, mana bu taraf Afg'oniston deb g'arb tarafni ko'rsatdi, ma taraf Pokiston deb janub tarafni ko'rsatdi. Mushaq taraf mushtaq qarab mansanglar Afg'oniston ketishlar. Mishada bizning vazifamiz tugdi, sizlarni sog' salomat mishaga topshirdik deb qo'l qo'yg'izib qo'yganlariga ashada o'zlari kelgan atlarni o'zlari ilib, bizning at ulug'imizni o'zimizga topshirib, shu yerdan qaytib ketishdi. Shu yerdan 1 soat tumasini ashada qo'rqib bu nimalarning bo'lmasin deb oqsoqollarimiz dedi. Bu yerdan mangan baydab o'tgan men Abdurrahman Kam, Gulkam degan adamlar, burun shu yo'llarni mangan, karvonlarni mangan insonlar ekan, bu yerdan tuvan tushib ketishimiz kerak. Bir narsa keraklarni hamma şey qo'yib qo'yinglar. O'g'inchi kelib olamiz bu yerdan. Ammo biz jenimizni qutqarib tuvan tushib ketaylik deb, shu hamma cho'nglar mangdi, bolalarni cho'nglar ko'tarishdi, qiyirlarni ko'tarishdi cho'nglar. Bir tarafdan suv iqvatibdi, bir tarafdan sovuq bo'libdi. Kecha demasdim biz 2 soatlik yo'l minib, shu yerdan tuvanga qarab Afg'oniston chegarasining ichidagi Qo'sh Gumbaz degan yerga yetib keldik. Shu yo'l jarayonida qanchalik degan bo'lsa-mu 3 qiri cho'nglarimiz ashada yetib kelmay tugab ketdi. Va Isroil Kam degan chilbanzlik bir dadam yoshlik akamiz bor edi. Undan keyin Abdurrahman Kam deydigan
Yenimiz akımız vardı. Kasım Xalqam diye benim çoğundadan şu gümbez yetip gelip keçisi tüyap gitti. İki kişi yolu tüyap gitti. Bu üç kişini biz aşağıda konup koş gümbez degan yerde et degende şu çoğun taşının ki yeniga defin kılıp namazını çürüp jüp taraf namazını çürüp defin kılıp onun deki yani yolumuzga devam ettik. Şu keçisi ve ertesi ettiğini yaşlarımız kayda aşınımı çıkıp egiz devamının üstüge kim keçeklerimizni, sandıklarımızı ulan bulan hep gelgi yadımdı ba. Doğ keyin qarasam velekip bolgandan keyin şu Afganistanın şimalidagi Kökçü deryası degan bir derya var. Feyzabad, Badaxshan degan shaharga kelib, shu nimadan boshlanib, keyin O'zbekiston tarafga İmam Sahip degan yerdan, Afganistanning shimolidagi İmam Sahip degan yerdan O'zbekiston tarafga o'tib ketdi. Shu daryoning boshlang'ich nuqtasidan biz tuban chiqdimiz. Demak, shu ostimizdan oqqan, putimiz dessak shu suv oqatdi. Desiga yerimizden. Şu desiga yerimiz aqqan sular şu daryoninki tağdan tushgan qor suvi va shu daryoning başlangıç bulğu ekan ki ansın. Şunu bilen Qo'sh Gumbazda 2 keç qonduq, 3 keç qonduq. Birinci keçisi qo'nib, ertesi 3 kishini şehirde dafn qilib bo'lgandan keyin bu cho'nglar dediki bu yerlar Rahmonqulxon deydigan Qirg'izlarning xoni boshquradigan Qirg'izlar yashaydigan rayon bu. Bu Qirg'izlar Qirg'izistonga tabi emas. Afganistan'ın tabi emas, şundaq bir o'rin bu yer. Bu yerda Qirg'izlar yashaydi, bularning qotazlari bor. Biz berib shu Qirg'izlarni tepkilimizda ertesi Qo'sh Gumbazdan 5-6 yoshlar bir oqsoqol bilan at bilan ketishdi. Deganda ertesi bular berib Qirg'izdan boshlab keldi. Qirg'izlar atlari bilan, qotazlari bilan kelishdi. 40-50 qotaz, 40-50 at gelip biz aşağıda oturup bularla sözleşip bizni şu Afganistan'ın Afgan askeri bolduğan, Afgan maşinisi bolduğan yerine çapırıp koysalar, nemi vermişler gidip çoğunlar sözleşti. Onu yüzük, halka, kim keçek, ediyal, gilen, diyendek nesiller bilip gel her aile 2'den, 3'den, 4'den kotazını icar kaldı. Şunu bilen 3. 4. günü şu kotazlarga, atlarga hemminesi yüklep resmi karvan bulup Kırgızlar yaşayan rayonun işi qarab mağduq. Pamir'de. Meni 2-3 günden keyin to'g'ri suv deydigan bir suvning bo'yiga keldik. O'tlarliq, tuzanliq ekan, girib shu yerda ular bizni dedi Rahmonqulxon sizlarni kutib oladi bu yerda dedi Qirg'izlar. Şunu bilan degandek cho'ng suvning bo'yi tuzanliq bir yer. Şöyle kinolar köyünümüzdeki şu her birimizin hiçlik, ölçülük yani etrafına jüklerimizden torap, çürüp nakılıp ediyallarımız yotkanlarımız yep etmiştik. Qatayatımız da toraplık. Aytmayat bir aile şunu nakılıp yoğan bir lagerge okşayan bir yerde yattık. Keyin ertesi Rahmonqulxon atqı minib özünün fidayeleri bilen neçe askerleri var, bir neçe tapançılık askerler. Kelip görüşüp bizden çoğunlar bilen. Bizgi bir oğlaqta atıp bir seylik verdi. Bir qo'ylan, qo'zlan soyup bizgi bir ziyafat verdi yerda. Shunaqa bir ikki niyat tutuq. Shu yerda mening dadamga siz mishayni qilib, bizning mishayni nimalarga maktab ichib, muallimlik qilib, mushlan tarbiyalang. Debdi ya shu Rahmonqulxon. O dadam benim bir 6 balam var. Ben bir yatıramayım. Ben bularni bir yaxshi bir davlatga olib ishimizni o'zim boshqa qilmagan bo'lsam, bularni o'qitib yetishtirman deb qabul qilmabdi ekan. Shuning bilan ular Rahmonqulxon qaytib ketdi. Biz ijaraga olgan at ulaq qotazlar bilan bizni yerga minib, yana bir necha kundan keyin 9 davan degan bir davam bor ekan. Pamir tağlarının tövenge düşürülen. Yani Afganistan'daki Vakhan diyen en şark uçudaki küçük bir harbiy post eylendi bunu. Bir harbiy posta. Davandan düşkendikiler aşağı düşürkenimiz şeye geçe Kırgızlar ekip koydu bizni.
Bu yolda ötkende yoldan aşağıya jumlap ketken eşekler buldu, kotazlar buldu. Şu yollar şunda kıyınçılıklarını taptı, kıyırlar, çoğunlar. Şu bir 20 metrelik bir yol. Mağdağ yolumuz. Matrep İgiz Tağ. Tağının bağırdı mağımız. Matrep say. Aşı ben degen Köşkü deryası şakrap tövenden akıdı. Şar şok tağdın şuvatkan sunu ikbatkallı anlap durmusun nimetini. Bu şu nimetin arasında 20 metrelik yol. Kotaz degen nait pemlik kabil bir hayvanken güçlüğümüz iki tarafı atırlıkmış. Üstüge biz otağan balılık vaktimde ben. Ya benim inilerim. Ben de gayelerde apam benigen atını yetlep mangan gayda. Aşı nimeden aşı bir kadem aldık taşlap bir kadem turu bilip özüm dansı bilip 20 kadem taşlap aşağıya avaylap ötürgen kokutası. Aklım hayran kalan şu vakıda. Şu vakıda eşekler gayla biraz pemsiz olurken cumlap çıkıp gitti. 200 metre 150 metreye çıkıp gitti. Onun üstündeki jök mukaldı. Eşeğimin öldüğü şeyde onun karaydıgan onun kula imkan yoktu, kızga imkan yok. Çıkıp manayı verdik şuna kılıp. Balasız kazasız çıkıp şuna vakkan diye tüven düştük. Havamı özgürlüğe çıkan gün ısık yayan havası, aşıklık yaylı havası emez. Bu Kırgızlar hemen çürütüpla aşağıdan kutadırın elip çıkıp pamela çıkıp geçti. Şu yerde 12 tane Afganistan'ın askeri varken karısam aslında birinci kıtım bir asker görüşülmediki üzerindeki şahsen. Kollarda bir konu miltıkla bir tane başlık varken onunki aşağıdan tartıp Vakhan degen yer haritayı karısamız gösterip koyma. Şu demedik en uçu. Yani demedik haritada biz tarafki vatanımızda kırdıgan demenin en uçu. Ula Farsça yapıldıkken dedi biz Afgan padişahsının askerleri bir yerde. Dedi şunu bilen aksakallar bilip ularla görüşüp sözleşip nima qilib uyerdagi xalqlar Afg'onistondagi hozirgi biz bilgan Afg'on yoki tojik o'zbeklar bor Afg'onistonda yashaydigan ulardan emas bu xalqlar. Bu xalqlar butunlay boshqa turli bir xalqga. Bular vahiy yani biz nima ikki turli atildi. Endi sağış keldigan Endi deylik desem acayip turdu. Elbette burunqi taş davridikidek yaşagandek bir yaşaydı ekan bular. Ben ko'rgan narsam shu vaqtda uyga kirib qarasam bir taraf samalliqda qo'zi uxlayotgan, ayindiki bir samalliqda bir taxtuvishda nimada tamning bir nimasi o'ymoqda qarasam bola yotgan kichik bir bola. İşikleri yok öyneki. Alt tarafı qarasam qazan ısırgan yeri, mayak qarasam endi samalliqda bir yastıqqa o'xshaydigan bijimlar turgan. Unda kirsangiz uydan mayak kirib mayak chiqib ketaverdikansiz. Unda uyga o'xshash bir ishik darvozasi yo'q. Aşağıda yaşaydı ekan. Demak hayvanlar aşağıda yaşaydı ekan, balası aşağıda yaşaydı ekan, o'zi aşağıda yaşaydı ekan. Sağış keyin bular kim deb tekshirib ancha-muncha kitoblar qarab o'rgansam bular shu burunqi zamondan aşağıda joylashgan burunqi kona İrani xalqlar ekanlar, vahiylar va Şii mazhabi ekan. Bular aşağıda apyon terib bunun kelgandim bu xalqni shu apyonni qilib ekilib Afg'onistonga setib shaharga o'zimda bir gilamga o'xshash bir xilqi mata o'xshab bilmem to'qiyotgan shular bilan sut qaymoq bilan mol bilan hayot kechiradigan bir xalqlar ekan. Unda xalqda necha yuz ming emas bir chiqib kelsa balki ammini bir necha ming kishi edi. Keyin bularda qotaz yo'q ekan, chunki qotaz egiz so'g'avada yashaydigan hayvon ekan. Bularda atmi yo'q ekan, faqat eshak bor ekan. Bulardan eşeklerini icra qilib, özümüzden at eşekleri bile bularni icra qilib, bular bizni Vakhandan yo'l bilan bo'ylab minib Ishkashim degan yerga ijaraga oldik. Bular bizni uyaga ekib qo'ydi. Ishkashim degan yerda onu uyan ötemedik. Çünkü işgaşimden keyin bular resmi şehirnin hakimi bo'lgan, resmi asker bo'lgan, hükümet bo'lgan yerlarga bular uni uyan ötmeydi. Ular dedi ki biz eşek yapıp qo'yalaymiz. Bunun bilan nimalarimiz bilan dedi, uloqlarimiz bilan dedi. Biz u yerga ijaraga oldik. Ular bizni u yerga ekib qo'ydi. Ondan keyin Ishkashimga Afg'onniki mashinalar keldi. Mashina ijaraga olib, mashinalar o'tirib biz Ishkashimdan
bir neçe saatlik maşin yolu, nemi yolla, hem de yakındaki konu yolla. Feyzabad diyen Badakhshan vilayetinin, Afganistan'ın şimalideki Badakhshan vilayetinin paytaxtı Feyzabad'a yetip geldi. Feyzabad'a yetip geldiğinde ki bu ya hem de öz kichikleşler bolsa bir vilayetken. Bu vilayette bizni resmi ro'yxatga aldı, tizimledi, bir baq tushadi, cho'ng bir bayning bayqa. Shu yo'ldagi o'xshashlar shunday shu yerda yotdik, bir yerim aytdik, 11 oylargacha. Yağmur yağmadı dedik, yağmur yağmaydı o vaqtlargacha tizimga ilib, hukumatlarga avatib bizning tizimliklarimizni. Ondan keyin şu 11 oylardimi, 10 oyning oxirlaridimi hukumatdan nima kelib, qog'oz kelib, ashiliq 5-6 kishini bular ras Afganistandan bağlı insanlar ki bularınki nemeleri bağlı deb hükümet igilip etketti. İgileri bağlı, toqaları bağlı. Ondaki qağallarımızın bir kısmı şu kışını bir yer ötürmeyimiz bir yer ait çet qalaq şehirken de biraz okuyan yaşlar saltan boğallar Kabul köçüp geçti. Şu kışını ötkezmezdi. Kabul köçüp geçti. Bir kısmımız biz ve bir neçe aileler şu Badakhshan'da qishlab qilib qoldik. Bir bayning xushxona deydik ya, ular mehmon kutish uyini ijaraga elib shu yerda qilib qoldik. So'ng qish chiqdi, atiyazda ondan keyin Afg'on hukumatidan qog'oz kelib, bu sizlar Afg'onlar bilan hech qanday aloqanglar yo'q ekan, sizlarni biz nimaga qaytarmaymiz kelgan yeringlarga deb xat kelib bizni dadamni aytdi, sen her haftada 3 qatim berib, saqchiga berib qo'l qo'yib tursan, nima bo'g'icha. Keyin biz hammani yig'ib, Kabul ko'chganlardan yo sizlardan kimlar qaytarilgan bo'lsa hammani yig'ib, keyin xabar qilmaymiz deb ashta qilib qo'ydi. Turimiz u yerda nima qilamiz. Bu arada maktabga boshladim. Shu yana bir atiyazda. Maktab boshlashdan avval nihoyat muhim bir nima. Birinchi qatim hayotimda men ishladim. Bir Afg'onning xumdoni bor ekan. Xumdonni qish pishiribdi. Shu bizga malika kerak deb kelgandan keyin cho'nglar, yoshlar, Mijdakom, Abdurahmonkam, Toshpo'latkam degandek shu vaqtlarda 20 yoshlardan usul bo'lgan cho'nglarimiz hammamiz minglashib 50-60 kishi bo'lishdi. Shuninglar men 12 yosh vaqtim men berib oldim layiniga. Men ishlayman deb. Berib olsam melqi sallilik, uzun nimani kiyib olgan, yo'g'on Afg'on mushtaq kelib turib, sen nima qilsa deydi. Men ishlayman. Desem de Afganca birimler dedi, o vakit düşenmedim. Ağabeylerin nemi tercüme kılıp, bu balım işleymen deydi o. Bu kanda bu kişi kötürelim dedi. Ben dedim ben neminin yerimini versin bana. Bunlar beyler puluna yerimini versin. Ben işleymen desem, külüp getip bu Afgan. Şunu bu işledim. Apırıp kumdan gıda bağdım işledim. Rast bana toluk günlük vermezsin ki onun ahırda Allah'a 10 rupiye verdi. Bir günlük yiyen bana 5 rupiye verdi. Ama ben şularda işledim. İşlep təlep zadenim bunu. Sonra mektepte başladım. Ben 5 yıl mektep vatanda okugan. Kendi bir yani ben 3. sınıftan başlattım mektepke. Şunu olan 3. sınıftan başlattım. 1 yıl ötkenden keyin yana 6. sınıf bırak çıkardı. 6. sınıfı çıkarıp 6. sınıfını mektepten 1. sınıf tükettim. Bu benim başımda ötken en ağır bir nime. Şunun için depresyon gerek. Çoğun bir mektepten 1. sınıf tükettim. Öyle nime 10 numara veretti. En yaxşı ders numarası 10 numara attık. Ben 107 numara yaptım. Umumi bütün dersler yılın ahırda. Benim yanımdaki Afganistanlık bala 106 numara yaptı. Şunun bilen nime boldu. Mektebin tüketiş diplomu merasim bulup mektep sınıf birincilerini, mektebin birincilerini elan kılan vakitte mektebin müdürü çıkıp hatta mektepte fakhri de biz koyalım beni. Mektep okuydu ama fakhri. Bunda degine bu resmi bizim programımız bulmagalık için mektepte resmi emas yani gapga. Şunun bilen çıkkan vaktida müdür elan kılıp beni kışkırıp onu kışkırıp dedi bu Enver Muhammed Hasan deydi beni. İsmimni Enver deydi o. Hasan'ın balası deydi. Muhammed Hasan 107 numara aldı. Abala 106 numara aldı. Ama biz bu fakhri bolganlık için bunu mektepnin birincisi elan kılanmayız. Bu mehman bir yerde. Şunun için mektepnin birincisi Mağbala deb mektepnin birincilik unvanını o balaga verdi. Beni ikinci deb qildi.
ballık vaktim hem de şu vakitla 66. yıldaki vakitla 65-66. yıldaki vakitla bu özümün yutunun bulmağanlıqını başka bir vatanda bo'lganligimni şu vaqtda his qilishga başladım. Bu arada endi bu maktabni bir tarafa qo'yib qo'ygan bo'lsak, vatanga qaytirib yetadi degan gap chiqqandan keyin dadalarimiz izlanishga boshladi. Nima qilamiz endi biz qaytirib etsa deb Kabulda Amerika'nın konsulu boribdi dadamda. Hammasi bilmayman tafarruatini. Shunday qilib Turkiyaning nimasiga beribdi, konsulga beribdi Kabulda. Dadamla, qiynatamla, shu cho'nglar berib, undan keyin Turkiyaning shu vaqtdagi elchixonasi tizimlab bizni nimamizni qabul qilib, biz buni avatimiz Turkiyaga, Anqaraga tizimlarni bu yerdan javob kelishini kutisizlar degandan keyin biroq xotirjam bo'lamiz. Bu aradan keyin yana cho'nglarimiz marhum İsa efendimni topadi va uning xat yozishdi Afg'onistondan. Shuning bilan bir tarafdan Turkiya hukumatiningki resmiy qabul qilishi bizni, yana bir tarafdan talmay marhum liderimiz İsa Yusuf Alptekin efendimninki shu davrdagi hukumat Süleyman Demirel hukumati, Adalet Partisininki va o'zining bu hukumatda bo'lgan aloqalari, do'stlari ve efendimni hürmet qilgan milletvekilleri shularni hammasi so'zlashib turib, bu meseleni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ge, Türkiye parlamentosuna ekirib, şu yerden favqulodda qonun chiqarib, undan keyin 1965 yılı birinci Türk'üm 230 kişi aeroplan bilan Afganistan'dan Türkiye'ye mangdı. Biz Feyzabad, Badaxshan vilayeti bo'lganligimiz uchun bağlandığı yerden başka yerde, başka vilayetlerden ançmış tuğallar. Bula onu yetişemeyiz. Değerlislerini biz ikinci Türk'ün almağımızda kolumuzu katkı pırdı. Bizlerimi 66. yıl Badaxshan'dan bağlanma yetkilimiz. 67. yılı 7. aylarda Kabul'da yetkilimiz. Afganistan mağımızda 70-80 gün Kabul'da kütümüz. Şunun bilen 67. yılı 11. ayının 7. günü aeroplan bilen 70 kişilik ikinci grup Türkiye'ye gelimiz. Türkiye'ye kelgan gruplar hozirgi Qaysiridagi shu Yakandan chiqqan metinimizdan shu hozirgi Qaysiri viloyatidagilar bilan sizlar shu bir vaqtda keldinglarmi? Degandek, men G'uljidan kelganlarni Afg'onistonga kelib berdim. Biz kelsak, Yakandan Afg'onistonga kelgan yurtdoshlar bor ekan. Bular qo'shilib biz hammamiz aralash. Birinci grupun içindimi Qashqardan, Yakandan ba, G'uljidan ba. İkinci grupun içindimi Qashqardan 5 aile, köpüncüsü G'uljidan ve Yakandan bulup şu kelganlar hammamiz Afg'onistondan aynı vaqtda kelgan ve bularninki bir qismi Yarkanlik, nayt az bir qismi nimelik, Qashqarlik ve köpüncüsü G'uljilik. Degandek Türkiye hükümeti resmi bizni muhacir sübut qabul qilib olganligi uchun bizni Anqarada kutdi. Otobuslar bilan Qaysarga yo'l soldi. Qaysarda kutdi. Bir yilgacha bizga kunlik maaş berib kutdi. Undan keyin biz uchun silingan uylar tugdi. Undan keyin biz hammamizga uylarni berdi pulsiz. Keyin bir yil o'tgandan keyin asta hammamizni ishlarimizni joylashtirishga yordam qildi. Shunday qilib Qaysardagi mahalla shu bahona bilan qurilib, bir qismi Qaysarda yashab o'tibdi. Yerda cho'ng'an o'qigan bolalar bo'lsa, degandek İstanbul, Ankara degan yerlarda o'qib, oliy bilimlarda. Hozir bularning ichida Germaniyada bo'lgan bolalar, insonlar bor, Amerikada ishlayotgan, o'qib yetishgan insonlar bor va Turkiyaning boshqa yerlarida oliy maktablarni tugatib, turli doktorlik, prokurorluq, hakimlik deganga o'xshash turli xizmatlarda bo'layotgan bolalar bor. Men o'zim shaxsan Turkiyaga kelgandan keyin maktabimni tugatib, Türkiye armiyasida xizmat qilib,
4. yılı Germaniya geldim. Benim apamның hadisinin oğlu Mecit Aktaş bayılık kepsiz bala degan yayılıyordu beni atkı mindirip koyup eşek mindirip koyup kovlaydıgan ayali bilen Germaniya keldi. O kişi beni Türkiye'den men askerliğimi tüketkendan keyin Germaniya ip keldi. Germaniya kelgandan keyin bu yerde Sattar Bulbul degan bizning vatandagi burunqi mashhur adib shoirlarimizdan Sattar Bulbul akamiz radyo stansiyada xizmat qilyapti ekan. Erkin Alptekin akamiz radyo stansiyada xizmat qilyapti ekan. Azadlık radyo stansiyasida ve Uygur bölümünde Azadlık radyo stansiyasının. Ben kelgandan keyin bular bu yaş bal ekan deb belki aqlliq bal ekan degan bo'lishi mumkin. Ishqilib mening qo'limdan tutib meni radyo stansiyaga ishga yerleştirishga harakat qildi ve ularning tavsiyasi bilan 1975 yılı Azadlık Radyosu'nun Uygurca bölümüge hizmetke girdim. 1995 yılgacha 25 yıl Azadlık Radyosu'da işledim. Kirgan vaqtimda yardımcı muharrir bulup ishga kirgandim. Radyo stansiyada ishga kirgandan keyin nemis tilini o'rgandim. O'zim chiqib ingliz tilini o'rgandim. Undan keyin ingliz tilini yaxshi o'rganganligim uchun Amerikaliklar meni Amerikaga üniversiteye ivetdi. Yay berip üniversitede okudum. 20 yıldan keyin radyo stansiyasi Çex Cumhuriyeti'nin paytaxtı Prag köçtü. Bunun sebebi mu? Soğuk uruş devri tügdi. Radyo stansiyası bir yerden uyakıyıp geldi. Şu vaxtda ben öz ixtiyarım bilen, balaçakam bilen uyakı bağmasdım. Hizmetten özem ayrılıp şu Germaniyada yaşap gelişe karar kıldık. Ailemizle birlikte şunun bilen bir yerde kırıp kaldım. Ahırkı 90. yıldan 95. yılgacha Özbek bölümünde işledim şu radyonunki. Çünkü radyo stansiyası Xitay bilen Amerika'nın oturuşuk alakalar düzelgen vakitte yani Deng Xiaoping'nin Amerika'nı ziyaret kılından keyin Uygur bölümünü yepetkendi. Bundan keyin ben arşiv bölümünde kütüphanada işlep keyin Özbek bölümü xadim gerek bo'lgandan keyin mening İngilizcemde ait yaxshi bo'lganligi uchun ve bu ikki lahja bir-biriga ait yaqin bo'lganligi uchun meni uyga talab qabul qilishdi. 5 yıl Özbek bölümünde müdür muavin bulup hizmet kıldım. Aslida müdürlik mening haqqimdi. Amerikalıklar meni müdür qilish uchun nayt ko'p kuch chiqadi. Ama bir Özbek bölümünün müdiri şu milletin özüm buluş gerek degan nima bilan Özbekler nayt çoğun karşılık gösterip Germaniyadan, başka ülkelerden bulup ahırda Amerikalıklar sen ikinci planda turup hizmet kılın. Birinci planga bir Özbekni koyaylık, tapaylık dep bir yerden bir Özbek tebekilip o bala bir müdür oldu. Ben muavin müdür bulup hizmet kılıp ki 95. yılı bir yerden Prag'a bağmasın bir yer kılıp kaldık. Şu radyo stansiyasında işleyen yıllarım 20 yıl ve ondan burun Türkiye'de olsun, Afganistan'da olsun ötküzgen hayat tecrübem bu yıllar devamında vətənsizliknin nem bo'lganligini, qanday his qilganligim ve başka milletlerinin öz milletini, öz tilini, öz medeniyetini qanchalik söyleyenligi ve vatanini qanchalik söyleyenligi mana mu vatanning nem bo'lganligini o'rgatdi. Millatning nem bo'lganligini o'rgatdi. Millatga xizmat qilish kerakligi
tugattı. Bayırdan bir kısqışı dep ötkenimdek vatanimni men yani bir Gülgülistan şekilde vaqtida tashlab chiqib ketganman. Kendimning qiniga tugilgan. Balliq davrim yaxshi o'tgan shu yerda. Ve bir kuni men bu yerga qaytaman deb chiqqan edim. Mana 54 yil bo'libdi. Men vatanimga qaytamayotibman ve berishtimmi, tatmayotibman. Çünkü barsam men vaqt chiqqan vaqtdagi vatan yo'q hozir herhalde. Kelgan xabarlar, keyin chiqqan sizlardan olgan xabarlar, butun dunyoda berayotgan xabarlar hozir G'uljida masalan 50-ci yillar o'tirlarda Xitoylar bir ikkidan yangidan kelgan yerga G'uljiga. Shu ko'chalarda ko'ratdik ularni. Hozir hamma yani Xitoy muhojirligi bisib ketdi deydi. Demak, mushu tajribalardan keyin ve bo'lib radio stansiyada ishlab yaqinda pensiyaga chiqdim. Shu davrlarda endi biz vatanimiz, xalqimiz uchun mushu o'zimiz tug'an davlatlarda mishaning qonunlaridan foydalanib, shular uchun bir narsa qilaylik degan fikr mendan paydo bo'ldi. Merhum İsa efendim şu devirlerde evlatlarım, ballarım Avrupa dünyasıyla bir narsa qilishinglar kerak. Bu vatan millet meselesi muşnaq bu qilib tuttu. Xitoylar biz ağanı muşda 50 yil bu tuttu. Bağansır ahval nachar bu tuttu. Sizlar dünyada vatan millet için bir narsa qilishinglar kerak degan narsa. Her uchrashganimizda detdi, her ko'rishgan vaqtimizda detdi. Muşda bo'lib demek ki radyo stansiyasida Erkin akam, Ömer Qanat, mening inim Asqarjon, Germaniyaga safar vaqtida men ve bizga o'xshash ziyolilar ve başkalar hammamiz o'xshash fikr, o'xshash qanoat hosil bo'lib, mana 1990-yili bu Avrupa Sharq Turkiston birligini birlikte 7 Uyg'ur ziyolisi birlikte qurdik. Qo'limizdan mishari nima kelsa, mushlar davlatning bizga yaratib bergan demokratik qonunlari, imkonlaridan foydalanib, qo'limizdan kelganini qilaylik. Deb birlikte harakatga boshladik. Bu yerda bunday bir jamiyat bor ekan deb keyingi yillarda yuzlagan yurtdoshlarimiz bu yerga kelishdi. Bularga qo'limizdan kelishicha yordam qildik. Avrupa Sharq Turkiston birligi başta öz imkanı dairesinde jurnal çıkardı. Uyghur tilida, Türk tilida ve İngiliz tilida. Onundaki yurttaşlarımız köpeygendan keyin Avrupa Sharq Turkiston birligi Dünya Uyghur Yaşları Qurultayınınki vujudga chiqishiga asos soldi. Onundan yani 2-3 yil o'tgandan keyin yani mushu Avrupa Sharq Turkiston birligi burunqi Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayining vujudga chiqishiga rahbarlik qildi, asos soldi. Onundan keyin bir necha yil o'tib milliy manfaatimiz, milliy davomizning manfaatining taqozosi Yoshlar Qurultayi bilan burunqi Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayi öz ixtiyori bilan birlashib davoni bir markazdan, bir asosdan ip berish maqsadi bilan Erkin Alptekin efendimning raisligida, rahbarligida hozirgi bizning Dünya Uyg'ur Qurultayini vujudga chiqardi. Demak, o'sha yerda Germaniyada ishlagan, xizmat qilgan, joylashgan Uyg'ur ziyolilari o'zining bir kishilik hayotini qamdash, ailesini tarbiyalab, ailesini bu dunyoda turmushini ta'minlash bilan birga imkon doirasida mavjud sharoitga moslashib vatan davosini g'arbiy dunyoda boshlatgan tashkiliy ravishda
asasını sağan ziyallah hesaplanıdı. Men bu şularının qatarda birisi bo'lishim sübutim bilan xalqimizga imkonim boricha qo'limizdan kelishicha asl bir xizmat qila olgan bo'lsam buningdan g'ururlanaman, buningdan faxrlanaman. İnşallah yana hayotim bo'yicha buningdan keyinmi har qanday bir vazifa bo'lsa va hozir qilayotganimdek vatanimiz, milletimiz uchun qo'limizdan kelgan xizmatni davom ettirishga tayyorman va davom ettiryapman. Hörmətli televizor köykülər, şunun bilan bugünkü söhbət proqramımız müşahidə ayaqlaşdı. Xeyir xoş, kelər qitimliq sanımızı görüşkiçə aman bolunlar.